Tak, hammaga salom do'stlar. Bugun sizlar bilan Ranstaq kanali. Bugungi videomizda biza mana shunaqa anarxiyaga o'xshash serverlarni ochishni o'rgatamiz. Server IP Ranstaqga kirib ko'rsanglar bo'ladi. Shunaqa serverlarni sizlar ham ochishinglar bemalol mumkin. Bitta donat keyslar, keyslar degan hologramlarni turishini ko'rdilar. Hozir serverda 4 ta odam bor ekan qolganda. Bemalol o'ynashyapti hozircha. Sizlar ham shunaqa server ochishni xohlasanglar bu videoni oxirigacha ko'ringlar. Va bugun sizlarga men anarxiya server ochishni o'rgataman. Mana bitta sinyutni bosasizlar, mana bitta tubda sinyutni bosasizlar va mana bu yerga niklarni kiritasizlar. Men hozircha ideya kelib qoldi. Tak, bu yo'q, to'g'ri emas ekan. Tak. Nima desam bo'ladi? Ustaxni qo'shib qo'yish yaxshiroq ideya. Tak, mana to'g'ri keldi. Tak, bu yerga men logindan o'tish kerak ekan. Login terib tashlayman. Hozircha men oddiy akkauntni terib tashlasa ham bo'ladi. Bir xil qilib terish kerak, shuning uchun sinyutni bosamiz bo'ldi. Shu bilan bizni o'tkazib yuboradi. Create server joyiga, keyin bo'lsa biz create server bosib, shuni yangi server yarata olamiz. Unaqa IP yo'q ekan mana. Shu keyin create qilamiz. Create qilganimizdan keyin bizga kerak bo'ladigan narsalarni tez-tez tushuntirib o'tib ketadigan bo'lsam, sizlarga hozir kirsam bu. Tak. Tez-tez videoni kesib qo'yib yuboraman. Qanaqa joylarni qilish kerak, nima qilish kerak. Shu joylarni prosta qoldirib ketaman. Kirishimiz bilan albatta biz software degan joyni bosamiz, bo'ldi. Keyin o'tadi va biz bu yerdan Paperbucket deganni tanlaymiz. Paperbucketni bosasizlar va hozirda eng yaxshi versiya 1.6.5 emas. 1.20.1 qani? Mana shuni bosib qo'ysanglar bo'ladi. Sizlarga trend shunaqa narsalar qo'shish haqida hozir o'rgataman. Yes, reinstall bo'ldi. Shuni bosasizlar, keyin albatta plugin degan joy ochiladi hozir. Mana ochildi. PaperMC 1.20.1 plugins degan bo'lim ochildi. Shu yerga o'tib olamiz. Hozir qo'yapti sal. E'tibor bermaymiz. Va mana birinchi o'rinda turgan mana bu Essentials X degan shu joylarni hozir skachat qilamiz. Buni skachat qilamiz. Tak, skachat bo'lyapti mana. Bo'ldi. Ikkinchi skachat qilamiz. Har bittasini shunday kesib qo'yib yuboraman. Skachat qilgan joylarimni qo'yib ketishim kerak. Mana bunaqa versiyalar bo'lishi mumkin. Agarda shunaqa versiyasi yoki yashil yonib turgan bo'lsa, tepasini emas, pastini skachat qilasizlar. Bu World Edit for Bucket shu vent olish yoki bloklar orqali World Edit qilish uchun kerak bo'ladi. Bu World Guard bo'lsa, region olish uchun kerak bo'ladi. Bu ham yaxshi o'ta kerakli bo'lgan plugin bo'lib, shu narsalar uchun ishlatiladi. Keyingi videoda bilmadim. Lucky Permis tarak yaratishmi, shularni o'rgatib ketishim mumkin. Skin Restorer, skinlar masalan, skin set deb qo'yib yuborasizlar skinni. Bu ham kerak bo'ladi, o'zingizlar uchun ishlatasizlar. Vault plugini bo'lsa bu nima desam bo'ladi? Vault bu pul degani. Economy shop ishlashi uchun shu vault kerak bo'ladi bizga. Chiqamiz o'tdan ham va bu endi versiyasiga e'tibor beringizlar. Multiverse Core. Yangi worldlar yaratish uchun bizga Multiverse Core kerak bo'ladi. Mana ko'ki chiqib turibdi ekan, shuning uchun ko'kini belgilaydi. Agarda ko'ki yo'q bo'lsa, eng tepasini belgilab qo'yasizlar. Clear Lag. Clear Lagni o'rnatmasa ham bo'ladi, lekin o'rnatgan yaxshiroq, chunki u yerdagi bloklar yotgan bloklarni tozalaydi. Ko'p seriallarda ko'rgan bo'lsanglar kerak, yerda yotgan bloklar tozalanadi. Tashlab qo'ygan bo'lsalar agarda. Tozalanish vaqtini ham o'zingizlar kiritasizlar. Lucky Permis bizga eng kerakli bo'lgan plugin bo'lib, ko'pincha rank yaratishda ishlatiladi. Rank hamma serverda pashti. Boshqa bilmadim endi, hamma serverda shu ishlatiladi. Placeholder IP hologram display kerakmaydi hozircha bizga. Tak, placeholder IP shu hammasi ishlashi uchun placeholder IP bizga kerak bo'ladi.
Tak, hammasini skachat qilganimizdan so'ng bizga kerak bo'ladigan keyingi plagin bu VIA versionda. VIA versionni Modrix degani bor, shu Modrix deganni skachat qilinglar tavsiyam. Buni bo'lsa 5.3.0 degan versiyasini hozir qidirib topib, shuni download qilaman. Hozir topildi. Tak, shu pastroqlarda bo'lishi kerak edi 5.3.2, hozir 5.3.0 yaxshiroq deb o'ylayman. Men ko'pincha 5.3.0 da ishlataman, xohlagan versiyaga tushib ketadi. Mana ekan. Shuni keyin bosib turib download qilasizlar, mana bosib. Bu download bo'ldi mana, почти bo'ldi. Tak, endi bu yerdan chiqib, download bo'lmadimi? Shu bosib ko'rishgan. Bo'pti. Tak. Endi bu yerdan chiqib bizga kerak bo'ladigan plagin bu VIA Backwards. Bunda VIA Backwards bo'lishi kerak. VIA Rewind nima qilishini bilmayman, lekin VIA Backwards bilan VIA version ishlab beradi. VIA Rewindni o'zingizlar bilasizlar, o'rnatasizlar. Men o'rnatmaganman, lekin o'zimning serverimga. Lekin VIA Backwards yaxshi. Shuning uchun hozircha VIA Backwards desak chiqmaydi-ku. 2-3 marta qidirib ko'rganman, shuning uchun VIA deb yozsanglar chiqadi. Va qidiruvga VIA deb yozamiz va buni ham shu har doimgidek o'zini Modrix degan versiyasi bo'lishi kerak. Shu yerda yo o'rtada Hyper, mana Modrix mana. Agar PaperMC ishladimi bilmadim. Buni ham shu 5.3.0, 5.2, tak 5.nechidir bular ham 5.3.0 men topdim. Shuni o'rnatasizlar mana borib. Chuqur bo'ldi. Shuni o'rnatib server yoqamiz bas hali. Bitta trench qo'shish yoki shularni ham hozirlarga ko'rsataman. Keyingi bizga kerak bo'ladigan plagin bu tab, o'zi tab deb yozsanglar chiqadi. Mana bitta oxirida chiqib turibdi ekan. Tab list emas, tab. Tab listni skachat qilmanglar tavsiyam. O'zi mana bitta mana. Bunda ham shu qora chiqib turar ekan, yashil chiqib turar ekan. Yashilni skachat qilinglar tavsiyam. Bu ham skachat bo'ldi. Tak, keyingi bizga kerak bo'ladigan plagin Purple Manager yaxshiroq edi-ya. Ana Purple vaqtida, masalan, Minestaxda bor. Minestaxda sizlar Purple vaqtida chiqib ketsanglar, Purple vaqtida chiqib qochishganligi uchun jazolandi va o'ldirildi deydi. Jazolandirdi deydi. Shunaqa deydi u. U ham shunaqa. Shu plaginda qilingan ekan. Tak, bizga keyingi kerak bo'ladigan plagin nomi bu albatta bizga kerak bo'ladigan plagin nomi ZMPCS. Mana ZMPCS Plus emas, ZMPCS ni o'zini skachat qilinglar. ZMPCS Plus chalishlaydi nimagadir. Shuni skachat qilinglar. Skachat qilganinglardan so'ng bizga kerak bo'ladigan Crazy Enchantments bor. Economy Shop GUI bor. Tak, Economy Shop GUIni qidirganinglar yaxshiroq hozircha. Crazy Enchantments nima qiladi deyishinglar mumkin. Uni ham video davomida ko'rishinglar mumkin. Uni ham skachat qilaman. Men bu Economy Shop GUIni mana masalan ko'p joy yo'q ekan. Shuning uchun buni skachat qilib qo'ydim. Va keyingi plagin bizga kerak bo'ladigan Crazy Enchantments. Sizlarni ham kutib qo'yamchi uzr. Hozircha shular bo'lardi menimcha. Qolgan plaginlarni bilmadim, hozir esimda yo'q. Keyingi videoda chiqarishim mumkin, qolib ketgan plagin bo'lsa. Va kommentariyada yozib qoldiringlar. Qaysi plagin, qanaqa nima qilish haqida bo'lsin. Ticket hologramma masalan, hologramlar uchun. O plaginning nomini ham aytib o'tman. O'zingizlar bilasizlar, nima deyishni men bilmayman. Va Worlds bo'limiga o'tasizlar. Men Telegram kanalimda albatta Minestaxni Telegram kanaliga shu World'ni tashab qo'yaman. Shuni skachat qilasizlar. Bu Minestaxning World'i. Hozir. Mana turibdi ekan, shuni bosasizlar va OK'ni bosasizlar. Mana bitta reklama chiqib turibdi. Reklama X'ni bosib olasizlar. Mana World skachat bo'lyapti bizda. Shu anarxiya, Minestaxning anarxiyasini kartasi. Sizlarga ham kerak bo'lishi mumkin. Minestaxga o'xshash serial ochish. Wow, prosta. Ishoninglar, Minestaxga o'xshash serial ochishni birinchi qismi bu hali ham. Lekin shuncha narsani hozir sizlarga o'rgatdim. Yaxshi. Hozir serial onlayn bo'ladi, sizlarga kirib ko'rsataman. Shungacha o'zimiz serverimiz reklamasi. Va nastroykadan trackerni yoqib qo'yish ham esdan chiqmasin.
No ko'p odamlar bilmaydi ekan shu kreaker yonmay yotadi-yu, shu kreaker yonmasa sizlar kira olmaysizlar serverlarga. No kreakerni yoqib qo'yinglar. Men o'zimni serverimga kirib oldim va shay boshqacha bu anarxiya kartasi o'zimizga yetib chiqqanman qo'lda. Mana bu yerda keyslar turadi, mana boss bular ochib bo'lmaydi, mana orqaga qarab otaveradi hozir. Mana ko'rdinglarmi shunaqa nu. Tak mana bu yerda RTP, mana RTPlari bor o'zini serverni. Tak yana nima bor? Mana bu yerda region bloglar. Bu narsa haqida ham video chiqaraman. Token masalan mana server yondani. No hozir sizlarga ko'rsataman. Mana shu prosti mana serverga kiradi endi mana. Bo'ldi. Hozir. Tak serverga kiryapti. Kirib oldim mana tak. Qochishlar bo'lyapti ozgina. Tak no RTP mana hamma narsasi bor bo'lgan servercha. Da. Mana bu yerda mana tab qo'shilgan, mana xohlagan versiyadan kirdim. Men hozir masalan 1.6.5 dan kirdim. Mana bu yerga keyin MV set spam qo'yib qo'yasizlar, chunki odamlar kirishi uchun shu yerda spam bo'ladi kirgan odamlarni o'zbekcha aytadigan bo'lsam. Nima bunaqa qilyapsiz deyishinglar mumkin, faqat bittali server ochayotganimiz sababi Aternosda waterfall degan narsa yo'q. Nimadir ping menda 2910 ishlab ketadi qaranglar hozir. Mana bo'ldi. No sizlarga hozir tushuntirib beradigan bo'lsam, sizlar birinchi o'rinda nima qilishinglar kerak? Gamesga o'tib oling. Tak ping yaxshilandi menda menimcha. Game rule qilinglar, keyin do mob spawningni false qilib qo'yinglar. Moblar spam bo'lmaydi. Va kill al qilib narsalarni olib tashlash kerak. Kill al moblarni o'ldirishga yordam beradi. Chunki moblar hozir qolib ketsa bo'lmaydi. Mobs yoki monster shunaqa. Mobs mana 120 ta, monster desanglar menimcha qolmagan bo'ladi. Dakoat. Tak keyin mana bitta shopni o'zingizlar uni ham ko'rsataman, shopni to'g'rilashni. Birinchi o'rinda sizlarga hozircha bayerni ko'rsataman. Bu yerga bayer qo'yishni. Video bo'ldi ishladi. Tak video o'chib qopti. ZMPCS create deb yozasizlar. Mana pluginlar chiqib turibdi ishlayotgan. No hozircha birinchi player deysizlar. No o'zingizlarga yarasha player deb yozasizlar. Keyin bo'lsa bu yerga yozasizlar bayermi yoki shunaqa bayer turadi-yu bu yerda. Bayer qilib qo'yasizlar. Mana bo'ldi. Bu yerda bayer turibdi mana. ZMPCSga nima skin berish kerak birinchi o'rinda, lekin men Linus berganim yaxshiroq. Tak keyin bo'lsa bayer soting va narsa soting nima desam bo'ladi? Tak bosing va soting. Da shunaqa deb yozaman. Bosing chiziqcha ko'rinmaydi. Chunki PP bor, placeholder IP bor bizada. Shu chiziqchani yo'qotib beradi mana. Bosing va soting. Shunaqa qilib. Endi bo'lsa bu yerga skin qo'yish kerak. Ko'pincha villager deganlar yaxshiroq, chunki Minecraftda ham villager turadi shunaqa. Ana doppler villager. Shu boru, shu turadi. Hammaga shunaqa ko'rinadi, eng qizig'i. Shunga shuni qo'yib qo'ygan yaxshiroq. Toggle look sizlarga qarab turadi. Nima desam bo'ladi? Bu sizlarga qarab qoladi. ZMPCS keyin Action. Endi bunga bu yerni ulaymiz. Adada CMD nima deymiz? Cell GUI. Bo'ldi. Endi ulandi. Bemalol chap tugmani bosib Cell GUI ochiladi. Bunga xohlagan narsalarni solsanglar bo'ladi. Masalan, hozir sizlarga olmos olib ko'rsataman. Diamond. Mana 64 ta oldim. Buni ichiga keyin olmoslarni qo'yasizlar, solasizlar va chiqishni bosasizlar. Va sizlarga srochniy pul beradi. $840 menga berdi. No pullarni keyin balans qilib ko'rishinglar mumkin. Hozircha men bu tabni chetida turadigan narsani qo'shmadim chunki. Balansim $840. Mana, ko'rdinglar? Bo'ldi. Tak, endi sizlarga shop qilishni o'rgataman. Mana shop bor. Mana shopni mayda shu kichkina joylar bo'ladi, masalan blocks bo'limi. Shu bo'limlarni mana shu yerga qo'yib qo'yamiz prosti. Shu anarxiyada shop bo'lmaydi deyishlar mumkin, bunda bo'ladi. No, Minecraftda bo'lmasligi mumkin, lekin 5-6 ta anarxiyalarda bor. Bir ikkita serverlarda bo'ladi. Chunki bu anarxiya. Tak, keyin bu yerga yozasizlar create da shunaqa qilib yozasizlar.
Shu yerga ham shunaqa qilib qo'shasizlar. 2 player keyin bo'lsa yozasizlar bu yerga L va nima desam bo'ladi bunga? Blocks bo'limi. Blocks bo'limi uchun blocks deb yozib qo'yamiz. Yaxshi deya shu. Blocks bo'limi uchun bloklar. Blocks deb yozib qo'ygan yaxshiroq edi. Bloklar yaxshiroq. Blokdek tuyuldi. Endi narsalarni bloklarni ulab 2 qilib qo'yamiz buni. Bizga termilib qoladi endi bu ham. Endi hamma odamga har xil termiladi. Nima desam bo'ladi? Tag villager. Buni ham skinni villager qilib qo'yamiz. Oxirida ko'rsataman sizlarga villager qanaqa skinligini. Sizlar ham qiziqayotgan bo'lsanglar. Endi bunga narsa beramiz. Bosing va sotib oling qilibmi? Nima desam bo'ladi? Bosing va sotib oling. Nariman deyim va sotib oling. Sotib chizig'icha oling. Mana buyer bo'lib qoldi. Buyer ketib qoldi. Voy, mayli. 2 qilamiz. 2 tepasi buyer bo'lib qoldi. Hozir to'g'rilaymiz. Blocks bo'limi yo'q, blocks. Qaytaramiz va blocks qilamiz. Black bo'lib qoldi. Bloklar. Normalni endi bo'lsa buni bosganda hech qayerga kirmaydi-ku hozir. Masalan, endi shop qaranglar hozir. Shop deysizlar va mana bu yerda blocks bo'limi bor. Shuni prosti mana buni olib tashlab turma, yo'q, ZMPCS qilish kerak. ZMPCS mana turadi shop degan joy. O'rtasini ochib Action 2 shop adada CMD shop blocks bo'ldi. Endi bossanglar kiradi ana. Keyingi masala bizada. Mana bu yerda bo'lishini qo'yib qo'ysak. Action ZMPCS create bunda ham shu 3-chi keyin shoplarni shunaqa qilib ulasizlar. Hammasida shunaqa qilasizlar hozir. Buni ikkita qilib ko'rsatib beray hech bo'lmaganda. Player kichkina player deb yozsanglar ham bo'ladi. Baribir playerni qo'yib beradi u. Keyin bu yerga nima qilsam bo'ladi bu yerga? Ana narsalar bo'ladi. Damlamalar. Shunaqa qilaman. Va sizlar ham qiziqdinglar u Crazy Enchantment qanaqa narsa deb. Sizlar yozib uni ko'rsatib beradigan bo'lsam, kirka qani manaki. Kirka olamiz. Keyin bo'lsa Crazy Enchantment qilamiz. Crazy Enchantment Trench nimaligini bilmaydiganlar uchun ham ko'rsatib beradigan narsam bor. Blast degan effekt bor. 3 qilib qo'yamiz shuni. Bo'ldi mana. Endi bu kirkamizda Blast 3 degan effekt bor. Keyin bo'lsa biz boramiz mana bu yerga. Hozir bu yerga endi vent bilan hozir narsa qilamiz. Hozir blok qo'yib beramiz qaranglar. Mana qaranglar. Bu 3 ga 3 sindiryapti qaranglar. Mana hamma qiziqadi-yu shu plugin nima ekan deb. Shuni hozir sizlarga men ko'rsatyapman mana. Atenosda 3 ga 3 sindiradigan trench. Blast nomini trench qilib qo'yasizlar, bo'ldi. Mana sindirishiga qaranglar buni. Hozir buni masalan mana bu joyni miningni erga qilish kerak, keyin anarxiya erga qilish kerak. U joylarni hozir videoda mana hozir to'xtanglar. Mana bu Wings qori. Shu joylarni qilmoqchiman videoda, lekin Wi-Fi'imga bir nimadir bo'lib qoldi. Shunga u joylari yo'q ekan videoda. Mana bu uchishga qaranglar, Wingsni kiygandan keyin mana bu tagidagi effektni ko'rdinglar. U joylarni o'zi qila olmadim chunki nimadir bo'ldi-da shu serverda. Serverda sal qotishlar bo'ldimi, bilmadim. Surati o'tgandan keyin mana bu Wings ham uchmay qoldi. Demak, Wings ishlamaydi ekan. Faqat tagida effekt chiqarib turar ekan. Men tushunishimcha, chunki mana chiqarmayapti-ku. Uchmayapti chunki. Videomiz menimcha shunday iborat edi. Videomiz shundan iborat edi bolalar. O'zimni serverim anarxiya token mana ko'rishinglar mumkin. O'zimni Runstack nomli serverim mana bu yerda Runstack. Kim komment yozsa ham ko'rinadi bor. Mana ko'rishinglar mumkin. Tokenlar hamma narsa shuna qilib sizlarga server yaratishni o'rgataman. Xayr, hammaga xayr.